Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston benzin va gaz importini keskin oshirdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston 2026-yil yanvar-aprel oylarida benzin va gaz importini sezilarli ko'paytirdi. Yarim yil deganda ilk bor oltin eksport qildi. Statistika qo'mitasining navbatdagi sharhida asosiy raqamlar keltirilgan. Mamlakat 4 oyda 9,97 milliard dollarlik eksportni, 16,34 milliard dollarlik importni amalga oshirdi. Tashqi savdoda eksport ulushi 2025-yil mos davriga nisbatan 16,8% qisqargan bo'lsa, import hajmi 26,7% o'sdi. Eksportda xizmatlar ulushi yuqori. Mamlakatning 4 oylik xizmatlar eksporti hajmi 3,46 milliard dollarga yetgan, o'sish 32,6%. Bu umumiy ulushning qariyb 34,7% ga teng. Respublikada yarim yillik tanaffusdan so'ng aprelda 1,5 milliard dollarlik oltin eksportini ham amalga oshirgan. Mazkur qiymat yanvar-apreldagi jami eksport ulushining 15,1% ni tashkil etgan. 4 oy davomida xorijga 1,5 milliard dollarlik sanoat tovarlari, o'sish 17,1%. 753 million dollarlik oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar, o'sish 13,7% sotilgan. Jumladan 463 milliard dollarlik meva-sabzavot, 205,9 million dollarlik donli ekinlar sotuvi amalga oshirilgan. O'z navbatida 447,5 million dollarlik mineral yoqilg'i va moylash materiallari pullangan, ya'ni 2,2%. Mazkur tarkibda neft mahsulotlari sotuvi 234,3 million dollarni tashkil etib, 2025-yil mos davriga nisbatan 55% ga oshgan. 4 oy davomida 129,4 million dollarlik tabiiy gaz eksporti amalga oshirilgan. Bu o'tgan yil mos davridagiga qaraganda 35,2% ga kam. Elektr toki eksporti ham yillik hisobda 4,2% ga qisqarib, jami 82,8 million dollarni tashkil etgan. Yanvar-aprelda mamlakatda 596,4 million dollarlik to'qimachilik mahsulotlari eksport qilingan, o'sish 12,1%. Shu bilan birga chet elga 570,2 million dollarlik rangli metallar sotilgan. O'zbekiston 4 oy davomida eng ko'p eksportni Rossiyaga, ya'ni 1,4 milliard dollarlik amalga oshirgan. Mamlakat importida esa Xitoy peshqadamlik qilmoqda, 5,3 milliard dollar. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.